Navbatdagi mebelimizni ham mijozimizga topshirib oldik. Oshxonamiz seriya bilan oq rang kombinatsiya qilingan. Oshxonamiz uzunasi 320, balandligi 270. 320 qilganmiz. Mijozimiz tanlagan installationsasi 3 metrlikdan uzunligi yo'q ekan. Sababdan 3 metr qo'yib, yoniga shunaqasiga penal qilib oldik qolgan joyiga. Ichida polka, tagida kargo qo'yganmiz. Va balkonimizda sushilkasini o'rniga mana shunday shkaf qo'yib berdik. Tepasi oq, tagi seri, o'rtada mikrovolnovka, shunaqa narsalar uchun joy. Bu xonamiz detskiy xona bo'lgan, balkonimiz shunaqa foydalanilgan. Bu yerga shkaf, dars qilish uchun partamiz, tepada podsvetkalar qo'yiladi. Bu tomonimizga kravat qo'yiladi.